Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari. Xo'p, bugun sizlar bilan soatiga 500 litr, 1 tonna, 2 tonna sut qaymog'ini ajratib beradigan separatorlar haqida gaplashamiz. Xo'p, bu separatorimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan soatiga 1 tonna chiqaradigan separator. Buni yashiga solib qo'yganmiz, lekin o'zini zavodskoy yashi emas. Lekin shuna yashida kelgan o'sha paytda bu Sovet mahallidagi mana emblemalari SSSR paytda chiqarilgan separator. Lekin nimaga bu yashikka deyiladigan bo'lsa, o'sha paytda chiqqan turgan, ishlatilmagan mana holat o'sha paytlarda zanglamasin, boshqa bo'lmasin deb solidor surkalingan, o'sha solidori bilan turgan narsa. Hisobda masla deyiladi buni. Endi bu kraskalari uringanligi uchun biz ustini chiroyli qilib yangitdan kraska qilinilgan. Bu ham xuddi shu separator. Bu endi oz-moz ishlagan. Bunisi soatiga 500 litr sut qaymog'ini ajratib beradi. Bu ham ozgina ishlagan. Biz shu separatorlarni ustasimiz. Olamiz, sotamiz, remont qilamiz. Kimga shuna xizmatlar zarur bo'lsa, hammasi u oddiy ruchnoydan boshlab shu eng kattasi 2 tonnalik bo'lsa, 2 tonnaligigacha. Hozir o'sha remont qilayotgan jarayonimizni ham ko'rsatamiz. Bu очиститель. O'sha separatordan oldin o'zi asli o'sha Soyuz mahallida bu ham chiqqan. Birinchi shunda bitta tozalab olib, keyin sutdan qaymog'ini ajratilgan. Bu shuni kuluvchi zapas nimalari. Xo'p, zavodimizda endi har xil stanovlarimiz bor. Aynan shu separatorlar uchun bular remontga kelgan. Bularni endi o'zimiz olib to'g'irlab yangitdan o'sha sotuvga tayyorlanilgan. Shetda mana barabanlari, lappaylari. Hisoblab ko'rsatib berdi. Remont. Yo ertaga yo indinga. Bu soatiga 2 tonna sut qaymog'ini ajratadigan separatorimizni barabani. Bu 1 tonnalik. Bu 1 tonnalik separatorning tay qismi. Bunisi endi 2 tonnalik. Bu yangi bor. Bu hozir Turkiyada ishlab chiqarilgan Oner separator, made in Turkiya. Mana Oner separator, made in Turkiya. Bu ham Xorazmdan jo'natishgan klientlarimiz. Bir qator chiroyli qilib zo'r ishlaydigan holatga keltirdik. Tayyor. Hozir bir qator suvda tekshirib mijozni o'ziga chiqarib olishdan oldin sinovdan o'tkazamiz. Hamma separator singari shu sut tushadigan, qaymoq tushadigan plastik kamerasi deyiladi. Bular 380 da ishlaydi.
eng asosiy narsasi remont qilinadigan shu narsa bo'ladi. Sut qaymog'ini ajratadigan bu tekis aylanishi kerak. Bir xilda turishi kerak. Ishlaganda o'zini o'zi yog'laydi. Bular mana yog'i chachib. Bularda qozon bo'lmaydi, yonkisi bo'ladi. Yonkisidan sut bir xilda 15 likda, 20 likda trubada sutni kelishini ta'minlanadi, kranlikda ochilinadi. Qanchalik kerak bo'lsa, sut, qaymoq, qo'yiq suyuqligi shunga bog'liq. Bu suvda qaymog'i yo'q sutni vazifasini bajarib beradi. Mana shu sut tanlovidan suvni o'zi chiqish kerak bo'ladi. Qaymoq tomonidan yo bo'lmasam pastki tomondan suv yurib yorsa, unda separator yaxshi ishlamayotgan bo'ladi. Xolos separatorimiz zo'r ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaringiz, chiroyli qilib bitkizib beramiz. Endi bu bizga katta deyiladigan bo'lsa, shu kichkinalarini oldingi videolarimizda qo'yganmiz. Rossiyskiy separatorda sut tushadigan, qaymoq tushadiganlari mana plastmassadan bo'ladi. Shu rabochiy holati. O yangisi. Bulardan ham oddiy sotuvda bor. Hamma qismlari kimga zarur bo'lsa kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bu plav kamerasi, bu sut tushirdigani 12 litrli separatorlarimizdan ham bor.